Ammo 10 tonna bu juda katta raqam. Buxoro taxtiga o'tirgach, Olimxon xuddi Peterburgdagi kabi qo'riqchilar polkini tuzadi. Said Olimxon 1881-yil 3-yanvarda Buxoro amirligining Karmana bekligidagi Olchin saroyida Amir Abdulahadxon oilasida dunyoga kelgan. Arkdagi yig'inda vazir Nizomiddin Urganji amirning birinchi farmonini yig'ilganlarga o'qib eshittiradi. Qiz olganda beriladigan oddiy xalq uchun og'ir mahr pullari miqdori kamaytirilsin. Chunki bu qonunga eng birinchi bo'lib amir va uning ayollari amal qilmagandi. Amir Olimxon ko'plab hukmdorlardan, xususan Buyuk Britaniya qirol Jorj V dan ham yordam so'ragan. Buning natijasini esa afsuski hammamiz bilamiz. Tarixda shunday shaxslar borki, ularning hayoti va faoliyati doim muhokamalar markazida bo'lib keladi. O'zbekiston tarixidagi shunday shaxslardan biri Buxoro amirligining so'nggi hukmdori Amir Olimxondir. Amir Olimxon haqida ijobiy va salbiy fikrlarni juda ko'p eshitgansiz. Aytish mumkinki, salbiy fikrlar ijobiysidan ancha ko'proq. Demak, bugun Amir Olimxon mavzusiga to'xtalamiz. Ushbu videoda biz Amir Olimxon shaxsiyatini oqlash yoki qoralash niyatida emasmiz, faqatgina u haqidagi ma'lumotlarni birin-ketin sizga taqdim qilamiz. Xulosa qilish esa sizdan. Said Olimxon 1881-yil 3-yanvarda Buxoro amirligining Karmana bekligidagi Olchin saroyida Amir Abdulahadxon oilasida dunyoga kelgan. Olimxonning to'liq ismi Said Mir Muhammad Olim edi. Olimxonni yoshligidan To'rajon deb erkalashgan. Onasining ismi Davlat Baxt oyim bo'lgan. Olimxon oilada ikkinchi farzand edi. Otasi Amir Abdulahadxon tomonidan Olimxonning akasi Said Mir Abdulloh taxt vorisi etib tayinlangan sabab hech kim Olim To'rani taxtga da'vogar sifatida ko'rmagan. Ammo 1888-yil Said Mir Abdullohning kutilmaganda bezgak bilan kasallanib vafot etishi Said Olimxonga taxt uchun yo'l ochadi. Amir Abdulahadxon taxt vorisiga aylangan o'g'li Olimxon zamonaviy ta'lim olishi va asosiysi Rossiya tomonidan taxt vorisi sifatida tan olishni istar edi. Bu paytda Buxoro amirligi rasman Rossiya imperiyasining protektorati, ya'ni oddiyroq aytganda vassali edi. Shuning uchun amirlikning keyingi hukmdorini imperator tasdiqlashi kerak edi. 1893-yilgi Rossiyaga tashrifida Amir Abdulahadxon imperator Aleksandr III Olimxonni Buxoro amirligining navbatdagi hukmdori sifatida tan olishga erishadi. Shunday qilib, Olimxon 13 yoshida ta'lim olish uchun Rossiyaga, imperator saroyiga jo'naydi. Olimxon ruslarning Nikolayev kadet korpusida imperatorning faxriy qorovullari pajlar bo'limida o'qishni boshlaydi. Olimxon rus zodagonlari ta'lim oladigan maktabga o'qishga qabul qilinadi va bir muddat o'tgach harbiy qismga olib ketiladi. Amirzoda bu harbiy qismda tayyorgarlikdan tashqari saroy qorovuli vazifasini ham bajaradi. Harbiy xizmatni muvaffaqiyatli tamomlab, kazaklardan tashkil topgan Leyb gvardiya polkiga komandir etib saylanadi. Buxoro taxtiga o'tirgach, Olimxon xuddi Peterburgdagi kabi qo'riqchilar polkini tuzadi. Bu qo'riqchilar polki amirning xizmatidagi qullardan iborat edi. Olimxonning Rossiyada olgan ta'limi uning keyingi hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rossiyada 3 yil o'qigandan keyin Olimxon 1896-yilda vatani Buxoroga qaytadi. Aslida u 3 yil emas, 7 yil harbiy ta'lim olishi kerak edi. Biroq otasining xastaligi bahonasi bilan u 3 yilda ortga qaytadi. Buxoroga kelgandan keyin Olimxon otasidan davlat ishlarini, siyosat, ijtimoiy fanlar va boshqalarni o'rganadi. 1898-yilda Amir Abdulahadxon uni Qarshi bekligiga hokim etib tayinlaydi. Olimxonning Qarshidagi beklik davrini uning o'g'li Said Mansur Olimiy o'zining Buxoro Turkiston beshigi risolasida quyidagicha ta'riflaydi. 12 yillik hukmronligi davrida Qarshi nahri ustiga ko'prik qurdirdi, madrasa barpo etdi. Olimxon otasining sog'ligi yomonlashgan munosabat bilan Karmana bekligiga hokim etib tayinlanadi. Chunki Karmana bekligi Buxoro shahriga, ya'ni poytaxtga yaqinroq va Amir Abdulahadxon umrining oxirini aynan shu beklikda o'tkazgandi. Ya'ni valiahd shahzodalar asosan Karmana bekligi vazifasini bajarardi. Olimxon Karmana bek etib tayinlangandan 2 yil o'tgach, otasi Amir Abdulahadxon vafot etadi va Amir Olimxon Buxoroning yangi hukmdori bo'ladi. Shu tariqa Amir Said Olimxon Buxoro amirligini boshqarishga kirishadi. Olimxon Sankt-Peterburgdagi rus va Yevropa madaniyatlari bilan ma'lum darajada tanishish imkoniga ega bo'lgani uchun jamoatchilik va ziyolilar u mamlakatda islohotlar o'tkazishdan umidvor edi. Chunonchi Olimxon taxtga o'tirgach bir qator islohotlarni amalga oshirdi.
1910 yil 29 dekabrda Arkdagi yig'inda vazir Nizomiddin Urganjiy amirning birinchi farmonini yig'ilganlarga o'qib eshittiradi. Farmon asosan soliq tizimi va harbiy sohani rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, poraxo'rlik va ta'magirlikni taqiqlashga doir ko'rsatmalardan iborat edi. Farmon 4 banddan iborat bo'lib, Abdurrauf Fitrat bu vaqtda o'zining Amir Olimxonning hukmronlik davri asarida quyidagilarni keltirib o'tadi. Birinchi band saroyning tortiq va peshkashlarini man etish. Ikkinchi band farsax tosh pul solig'ini tayinlash. Uchinchi band yer solig'ini 10dan 1 hissaga, ya'ni 10% ga kamaytirish. To'rtinchi band harbiylarning oylik maoshini oshirish. Bundan tashqari, Amir Olimxon 1911 yil mart oyida juda isrofli to'ylarni tugatish to'g'risida ham qaror chiqaradi. Bu haqda Turkistanskiy Vedomosti gazetasining 1911 yil 28-aprelda chiqqan 92-sonida shunday deyilgan. To'ylarda palovdan boshqa ovqat berganlarga 75 darra jazo tayinlanib, sunnat va nigoh to'ylarda tashkil qilinadigan uloq chopish va poyga tadbirlari bekor qilinsin. Amal qilmaganlar o'lim jazosiga mahkum etilsin. Bundan tashqari to'ylarga kelgan mehmonlarga ziyofatdan tashqari to'n kiydirish udumi taqiqlab qo'yilsin. Qiz olganda beriladigan oddiy xalq uchun og'ir mahr pullari miqdori kamaytirilsin. Xuddi shu yili Amir Olimxon ta'lim islohotiga ham qo'l uradi. O'sha davr matbuoti bo'lmish Tarjimon gazetasining 1911 yil 18-martdagi 12-sonida Amir buyrug'idan parcha keltiriladi. Madrasa talabalariga turli hoshiyalar o'qitilmasin. Tafsir va hadis rasmiy dars sifatida o'qitilsin. Vaqflardan yig'ilgan pullarga mamlakatning turli yerlarida maktablar qurilsin hamda ularga muallimlar tayinlansin. Maktab muallimi olim, xushxat va xushqiroat bo'lsin va ularga maktablarning vaqflardan tashqari davlat xazinasidan yillik 120 tanga maosh tayinlansin. Tahsil uchun bolalardan pul olinmasin. Maktablarga bir nozir tayinlansin va u har oy maktabni taftish qilib, amirga hisobot bersin. Demak, Amir Olimxon biz hozir qilishga urinayotgan va unchalik ham uddalolmayotgan ishni, ya'ni to'ylarni kam xarj va o'sha kamchiqim qilishga uringan va hozirgi vaziyatdan kelib chiqish mumkinki, bu uncha ham o'xshamagan. Chunki hozirgi bizning dabdabali to'ylar aynan ajdodlarimizdan meros bo'lib kelmoqda. Xo'sh, bu to'ylar nega o'xshamagan? Nega Amir Olimxonning qarori o'z davrida keng tarqalmagan? Chunki bu qonunga eng birinchi bo'lib amir va uning ayollari amal qilmagandi. Amaldorlar amirning farmonga amal qilmasdan dabdabali to'ylar qilishni davom ettirgan, 3 kecha-yu 3 kunduz to'ylar o'tkazgan va natijada ularni ko'rgan aholi ham demak farmonni buzish mumkin deb o'ylagan va hech kim amirning yangi farmoniga amal qilmagan. Xalqimiz aytganidek baliq boshidan. Xo'sh, endi ko'pchilik eshitgan amirning afsonaviy boyligi haqida. Aksariyatingiz amir Buxorodan 10 tonna oltin olib ketgani, 10 tonna yoki shu atrofda oltin olib ketgani, keyin uni Shveysariya bankiga qo'ygani, u bankdagi pullarni faqat qandaydir noreal yo'llar bilan olish mumkinligi haqida eshitgansiz. Aslida ham shunday bo'lishi mumkinmidi? Demak, Amir Olimxon Buxorodan qochgan 1920-yilga yuzlanamiz. Bolsheviklar Buxoroni ham havodan, ham yerdan bombalab turgan payt. Bu paytda 10 tonna oltin u yoqda tursin, cho'p olib chiqish ham bir muammo edi. Amir ham kechqurun Buxoroning mozor oldidagi darvozasidan yashirin chiqib ketgandi. Ikkinchidan, asli fuqarolik urushida juda kerak bo'lib turgan oltin ilinjida kelgan qizillar amirning 10 tonna oltinni olib chiqib ketishini jimgina kuzatib turganiga ishonish qiyin. Amir o'zi bilan xazinaning bir qismini olgan, albatta. Ammo 10 tonna bu juda katta raqam. Ushbu ma'lumotni ruslar yozib qoldirganiga e'tibor qaratilsa, uning haqiqatdan yiroq ekanini taxmin qilish mushkul emas. Bolsheviklar butun SSSR tarixi davomida amir shaxsini obro'sizlantirish, uning haqidagi ma'lumotlarni xalqqa ataylab buzib yetkazishga harakat qildi. Keyin ba'zilar amir bu boyliklarni Hisor tog'iga yashirgan bo'lishi mumkinligini ham aytadi. Ba'zi bir nashrlar hatto bu vaqtda yozgan ham. Amirlik boyliklari xususida tadqiqot olib borgan tarixchi Sotimjon Xolboyevning Buxoro amirining oltin xazinasi asarida Buxorodan olib chiqib ketilgan boyliklar Buxoro istiqlolchilariga qurol yetkazib berish hamda ularning boshqa ta'minotga sarflangani aytib o'tiladi. Xususan bundan tashqari amir o'zining ikkita toji va shaxsiy to'pponchasini sotib, uning pulini Buxoro istiqlolchilarining
rasmiy rahbari Ibrohimbek Qo'rboshga bergani ham manbalarda qayd etilgan. Agar Amir o'zi bilan 10 tonna oltin olib ketgan va uni Shveysariyaga qo'ygan bo'lsa, o'zining toji va to'pponchasini sotishdan maqsad nima? Amir Olimxonni ko'pchilik Buxoroni sharmandalarcha ruslarga topshirib, xalqni yov qo'liga tashlab ketdi deb qoralaydi. Bu qisman to'g'ri. Biroq Amir Olimxon bundan oldin qizillarning 1918-yilgi Kolesov boshliq yurishini qaytargandi va 1920-yilda ham, ya'ni o'sha qizillar Buxoroni qamal qilganda ham 4 kun davomida qarshilikni olib borgan, ya'ni darhol tashlab ketmagandi. Qolaversa Buxorodan keyin ketib ham u to'g'ri Afg'onistonga qochmagan. Avval Boysunda, keyin Hisorda qarshilikni davom ettirgan. Ko'pchilik Amirni chetdan yordam so'ramaganlikda ham ayblaydi. Bu ham keng tarqalgan yanglish fikr. Amir Olimxon ko'plab hukmdorlardan, xususan Buyuk Britaniya qiroli Jorj V dan ham yordam so'ragan va unga maktub yozgan. Maktubda shunday deyilgan: "Inonamizki, on hazratlari ayni madadga muhtoj chog'imizda bizdan yordamlarni ayamagaylar. Bizga 100 ming punt aqcha, o'q-dorilari bilan birgalikda 20 ming qurol, 100 pulemyot, uchuvchilar bilan birgalikda 10 ta o'choq berish vositasi ila yordam sevarligingizni ko'rsatasiz degan umiddaman. Bu narsalarning biz yuborgan odamlarga berilishi meni baxtiyor etgay. Ruslar bilan qanday urush qilinishi sizlarga ko'p yaxshi tanish. O'shanga munosib qurollangan 2000 yordamchi askaringizni Qoratekin yo'li orqali jo'natsangiz, nihoyatda quvongayman. Bu oramizdagi do'stlik va hamkorlikni kuchaytirishi shubhasizdir." Maktubdan ko'rinib turibdiki, Olimxon Buxoroni bosib olgan ruslarga qarshilik ko'rsatish maqsadida inglizlardan harbiy yordam so'ragan. Biroq bu davrda qizillar va Angliya o'rtasida allaqachon kelishuv tuzilgan va Britaniya Buxoroga yordam bermoqchi emas edi. Amir Afg'oniston, Turkiyaga ham elchilar yuborib yordam so'ragan. Ammo bu davlatlar ham bu paytda yordam beradigan holatda emas edi. Olimxonni jadidlarni, yosh buxoroliklarni ta'qib qilishda ham ayblashadi va bu to'g'ri. Amir va atrofdagilar bu harakatni dindor qatlam bosimi bilan bog'lagan. Ammo tan olish kerakki, barcha monarxlar singari Amir Olimxonga ham uning hokimiyatini cheklaydigan, konstitutsion idora usulini joriy qiladigan hukumat yoqmasdi. Umuman hech qaysi monarxga uning hokimiyatini cheklaydigan tizim yoqmaydi va hech qaysi monarx muxolifat bilan hamkorlik qilmagan. Jahon tarixida muxolifatdan diktatorga, ya'ni monarxga aylangan yetakchilar ham bir talay. Amir Olimxon Buxoroda nisbatan zamonaviy islohotlar o'tkazishga urinib ko'radi. Biroq ular uning shaxsiy hokimiyatini cheklamasligi kerak edi. Natijada islohotlar kichik, samarasiz va amalda ishlamay qolib ketadi. Buning natijasini esa afsuski hammamiz bilamiz. Amir Olimxonning qizillarga sotilganini tasdiqlaydigan dalil deyarli yo'q. Biroq u Sharqiy Buxoroda qizillarga qarshi kurashgani va keyinchalik Qo'rboshlar harakatini qo'llab-quvvatlagani haqida ko'plab manbalarda ma'lumot bor. Shunday qilib tarixni tarixiy shaxslarning yutuqlaridan namuna olgan holda, ularning kamchiliklaridan esa saboq olgan holda o'rganish lozim. Kontent yoqqan bo'lsa, unga like bosing, izoh yozing, do'stlaringiz bilan ulashing. Zero yaxshi narsani do'stlar bilan bo'lishish kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha